Abdulla Abdullayev, O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Abdulla Abdullayev 1997-yilda Andijon viloyatining Qo'rg'on-Tepa tumanida tavallud topgan. U faoliyati davomida Bunyodkor, OKMK, Birlashgan Arab Amirliklarining Xorfakan, Paxtakor va Diba klublari safida to'p surgan. Paxtakor bilan O'zbekiston Superligasi chempionligini qo'lga kiritgan. OKMK safida mamlakat chempionatining yetakchi himoyachilaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Bugungi kunda Birlashgan Arab Amirliklari chempionatida faoliyat yuritib, milliy terma jamoa sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. O'zbekiston sporti rivojiga qo'shgan munosib hissasi uchun Abdulla Abdullayev 2025-yil 6-iyun kuni mamlakatimizning yuksak e'tiroflaridan biri O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlandi.